Assalamu alaykum, to'g'ridagi roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan "Yigit degan shundoq bo'lsa" degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda muhitlarning uyiga soqchilardan kelib, aqtirayotgan yerlarini o'qigan edik. Endi davomini o'qiymiz. U ustalning tatmalarini bir-birlab ichib, ichidagi kitob, xotirlarni aqtirdi. Varaqlab ko'rdi. Balki o'quvchilar doim tartımlarda saqlaydigan tashviq varaqi yoki birər xotira, muhitning siyosiy tashkilotlar bilan aloqasi borligini isbotlab beradigan birər narsa chiqib qolar. Muhit orisaldiliq ichida saqchi amaldorining yeniga keldi. G'ayratiga ilib oxir eg'iz ochdi. Sizda taftish mahkamasining aqtirish xati bormi? Tartmalarni aqtirib bo'lib, ustal ustidagi qog'ozlarni ko'rayotgan Dabagʼ. Әпәнди, to'la vazxolik qilmang, dedi. Biroq qonunda belgilanishicha, muhit әмді gapini tepib qilg'ili turib edi, Dabagʼ masxara aralash uning gapining beliga tepdi. Ohoy, qonun bormi texi? Ha, qonun bor. Muhitga jon kirdi. U faqat sizlarda, maktabinglardagi darsliklar, xotirlardala bor. Dövlətdə qanun degan narsa yo'q. Hər halda xotirjam bo'ling. Hech qanday chataq chiqmaydi, dedi Dabagʼ qog'ozlarni aqtirib etdi. Muhit ortiq gap qilishning hojati yo'qligini sezib, zardugo'sh bo'ldi. Dabagʼ kitob orasidagi qog'ozlarni chuvdi. Tuyuqsiz u bir varaq qog'ozni qo'liga ilib, Muhitga yevatgudek qarab vaqirab so'rdi. Siz Jamil Izzat bilan kim orqali tunishgan? Saqchi amaldorining bundaq qo'pol vaqirishi Muhitga bakmi tuyuqsiz bilindi. Jamil Izzat degan kim? Men tonimayman, dedi Muhit alaqsadi bo'lib. Dabagʼ Muhitga xuddi ko'z nashtiri bilan uning qallasini teshib ichidikini ko'rib boqmoqchi bo'lgandek bir pas miqdak tikildi. Ondan burilib qo'ldikini bo'sh ovozda o'qishga boshladi. Qadrlik leytenant Jamil Izzat, yaxshimisiz? Men sizga bu xat bilan o'zimning qilganlarimni tushuntirib qo'ymoqchiman. Dabagʼ ustaldan Muhitning daftarini elib, uningdagi xatni qog'ozdagi xat bilan silishtirdi. Ondan bir qo'lida daftar, bir qo'lida qog'oz Muhitga burildi-da, daftarni Muhitning ko'ziga tiqqudek qilib. Buni siz yozganmi? dedi. Men yozgan, dedi Muhit ko'zoynagini tuzab qo'yib. Buni kim yozdi? Dabagʼ qog'ozni Muhitga tanglab so'radi. Bilmayman. Men yozmagan, dedi Muhit titrab. Sizning yozmaganligingizni bilyapman. Kim yozdi deb so'rayapman, dedi Dabagʼ Muhitning chiroyiga tikilib. Bilmayman. Unda xatni ko'rmaganman. Muhitning g'ipta tikib etib, uning ko'zidan yo'qolg'usi keldi. Nima ish? dedi buvay ularning yeniga kelib. Ko'zlaridan bo'lsa ansizlik chiqib turadi. Texi aniq emas, lekin cho'qim aniqlab chiqamiz, dedi Dabagʼ buvayga olib. Ondan mansitmagan tarzda Muhitga qaradi. Qiziq ish. Bu gapga kim ishonadi? U qog'ozni kostyumning yanchuqiga soldi-da, burilib ikki odamga buyruq qildi. Bosh serjant, uyni obdan aqtiringlar. Shuning bilan u ikkilan hamma narsani o'rib-cho'rib aqtirishga boshladi. Ular ishkoplarni ochdi, sandiqlarni to'kdi, tatmalarning hammasini chiqarib etdi. Yerdagi gilamni qayirib etdi, karvatni yo'tkib etdi. Hatto kavak joylari bormikin deb tomlarni chekib baqdi. Biri baka bilan karvatga silingan matrasni yirtib, ichiga qo'lini tiqib aqtirdi. O'rindiq qapini yirtib qarab baqdi. Polda sakrab taxtayning ostidagi bo'shliqni bilib baqmoqchi bo'lishdi. Bu ishlar rahimsizlik bilan tap tartmasdan nihoyat tez qilindi. Bovay bu tasodifiy ishdan o'zini yo'qotib, ko'zlarini chekchatguncha qetib turib qoldi. Muhit bo'lsa, xuddi qattiq qarab besiyotgandek, uyg'onib ketmoqchi bo'lgandek, titirgan holda tushuniksiz bir nimalarni deydi. Dabagʼ sinchi ko'zlari bilan atrofga alanglab qarab, hamma ishni boshqarib turadi. Taraq turuqni anglab, boshqalar yetib keldi.
Momay ularning matrasini pichoqda yirtayotganligini ko'rib, yugurib keldi-da vaqirab ketdi. Bu ne qasdan buzg'uninglar nimasi? Bu mening uyim, mening narslarim. O hayvonlar, ko'zimdan yo'q qilish. Pichoq tutgan odam Momayning ittirishi bilan daldangishib ketdi-da, ochiqqa kelib Momayni yelkasidan tutib ittiribdi. Bobay yugurib kelgunicha Momayni oldiga tortib, titrak ovozda vaqirdi. "Voy imonsiz, tort qo'lingni!" U ablah bobayga olib qo'yib, ishini qilaverdi. Momay erining qo'lidan yo'lqinib chiqdi va uyning o'ttirsida yuziga kajatlab, kichik boldek yerdan tepib to'lab ketdi. "Uyimni vayron qilishding!" Naval opasini quchoqlab, olib chiqib ketmoqchi bo'ldi. "Bo'ldi, apa, undaq qilma, obdan apa. Hammani o'ngishib olamiz. Qo'yg'ina. Bizni Xudoyim o'zi saqlaydi", dedi. Samiya beshini tamga tirib olgan, biligiga qo'yib qo'rqqandan ixtiyorsiz ho'ngrab yig'lab ketdi. Momaymu tovlashni to'xtab yig'lavatdi. Navalmu chidab turolmay, opasining maydisiga beshini qo'yib yig'ladi va opasini bazladi. "Bo'ldi, apa, undaq qilma, obdan apa." U amaliyotda opasini emas, o'zini bazlayotdi. Chiroyi tatargan, ko'zlari chekchaygan Abdulhamdi nima qilarini bilolmay turadi. Kapitan Dabag bo'layotgan yig'azarni anglagandek, oqqan yoshlar uning tosh yurakini ho'lmi qilolmagandek aqtirishni unsiz, ammo qilnimi o'tkazib o'tmay qattiq boshqaryotdi. U mushundaq nolib yig'an ichidilla vazifasini obdan ado qila oladigandak ko'rinadi. Birariga vaqirmidi, jim turinglar demidi. Uning miyiqidan yovuzlarcha kulimsirash yetmidi. Agar mushundaq yig'azora nolib yig'an bo'lmasa, uningga bir narsa kamdek bilinamdikin tang. U ishiga uchuq ishkapqa qo'lini tiqib, bir chetda ayrim issiqlik turgan shimni oldi. U bir qarabla bu shimning muhitga uzun keldiganligini pamladi. U shimni muhitning oldiga akilib so'radi. "Bu shim sizningmi?" "Ha, yo'q. Ha, biroq" muhit tamtirab gapini o'nglab qiladi. "Sizningmi emasmi?" Uning so'zini bilib Dabag. "Emas. Undaqti kimning?" "Men bilmayman. Men rostini bilmayman." Muhit vaqirab ketdi. "Bu kulrang shim esingizda bordu. Sizning bir do'stingiz, nihoyatda muhim do'stingiz bu shimni kiygan." Dabag yirtqichlarcha hijib uningga miqdak tikildi. "Yo'q, esimda yo'q. Mening hech qanday do'stim yo'q", dedi Muhit sarosimaga tushib. "Ha, sizning do'stingiz yo'q ha? Barakallah", dedi Dabag yana uningga zanglik qilib. U shimni chiroyli qatlab qo'ltiqiga qisdi va odamlarga ishorat qildi. Ular Dabagning keynidan minib, qizlarning hujrasiga kirdi. Dabag yana odamlarga ishorat qilibdi. Ular bu yerni boyiqidek aqtirib hamma narsani o'ngday to'ngday qilavatdi. Bir ablag Samiyaning ishkobidan bir liptikni ilib izo tatmasdan o'rib-jo'rib qarab ketdi. Abdulhamdi g'azabdan o'zini tuta olmay etilib borganicha yiliqi ablaqning qo'lidagi liptikni ilib ishkobga tashladi-da olib. "O'zingni bisib ol", dedi. "Abdulhamdi apandi, nimancha chiqlaysiz? Terikmisingizchu?" dedi Dabag. Naval o'z kiyimlarining orasiga tiqib qo'ygan Ibrohimning ko'ngliga bor ishkobga qarab jiddilashib ketdi. Ularning qo'li ko'nglakka yaqinlashgan sari yuragi og'ziga tiqildi. Ko'zlarini ching yumib, "Ah, Xudoyim! Ah, Parvardigorim! Nijotkorim!" deb Xudoga sig'indi. Ularning qo'li ko'nglakka tegmadi. Dabag u uydan qiziqdek narsa topolmagandan keyin boshqa uyga chiqdi. Hamma uy qayta aqtirildi. Uningga ko'z yeshi, yig'azar, tatargan chiroylar hamroh bo'ldi. Aqtirish tugay deganda Dabag Muhitning quliqiga yaqinchilik qilgandek pichirladi. "Kiyimingizni kiying, biz bilan mening." "Nega borman?" Alaqsodlik ichida titragan ovozda so'radi Muhit. "Sizdan ikki og'iz gap so'rab olsaqla bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Bu degan hukumat ishi. Siz qonun o'rgangan odam. Albatta buni bilasiz", dedi Dabag yovuzlarcha hijib. Muhit yerga qaradi.
Nima bo'lsa bo'lmamdi. Har qancha bo'lsa buningdan qo'rqinchli ish bo'lmas, deb o'zini tutib oldi. Ammo o'zini dabog'ning ixtiyoridagi mo'rdiga aylanib qolgandek sezdi. U dadasiga qarab qo'yib, o'z hujrasiga kirib, andan mundala kiyinishga boshladi. Shu topda kallasi faqatla ishlamaydi. Nima ishlar bo'lganligini tasavvur qila olmaydi. Muhit kiyimlarini kiyib bo'ldi, ammo nimalarni kiyganligini bilmaydi. Hujrasidan chiqqanda dadasi tashvishlanib so'radi. "Choponingni kiyib nima qilasan?" Muhit javob bermaydi, baqqalibda qaradi. Bobay saqchi amaldoriga qarab, jinini tikib qo'ygan alpozda. "Sizlar nimaga Muhitni elib ketasizlar?" dedi. "Doklad yezish uchun uningdan ozroq gap so'raymiz", dedi dabog'i chiroyini o'zgartmay. "Undaq bo'lsa bo'pti, sal turib turinglar, menmu bilib boray", dedi bobay hujrasiga mingishqa tamshilib. "Hojati yo'q, bu ish siz bilan munosibatsiz", dedi dabog' keskinlik bilan. "Nimishqa men bilan munosibatsiz bo'ladi", dedi bobay terikib. "Saqchilar o'g'limni tutib ketyapsa, siz bilan munosibatsiz deysiz-ku." "Bo'ldi, o'zingiz ish toping", dabog'ning talaffuzi qat'iylashdi. Bir ablah Muhitni biligidan tutib ishikka so'radi. Mo'may bu holni ko'rib, etilib borguncha o'g'lini quchoqlab oldi. "Voy o'g'lim, o'g'limni tutmoqchimisizlar? Bu bo'lmaydi. Odam bormi? Qutuldirib elinglar. Bolamni qutuldirib elinglar. O'g'limni tutib ketmoqchi bo'lyotidi." "Opa, qo'rqmag'in", dedi Muhit opasining quchog'idan yo'lqinib. "Men qaytib kelaman." "Yuring, biz bilan Abdulhamid apandi", dedi dabog' mo'mayning nolisiga parvo qilmay Abdulhamidga qarab. "Nimishqa? Bu mening uyim bo'lmasa?" Abdulhamid arisalda bo'lishdan qarshilashishga o'tdi. "Bilaman, boya sizninkiga bordim", dedi dabog'. "Meningkiga? Qayerga?" hayron bo'ldi Abdulhamid. "Shubraga, sizning uyingizni hozirgidek ziyorat qildik. Shug'inisi siz bo'lmay qoldingiz. Kelar qatimda siz bilan vaqtni deyishib qo'yib boray." Dabog' shundoq deb odamlarga ishorat qilib edi. Shu an yana bir ablah Abdulhamidni biligidan tutib eshikka tortdi. Abdulhamid uning qo'lidan yo'lqinib chiqib zarda bilan dedi. "Qo'yivet! Menga qo'l tekkizguchi bo'lma, o'zim mang'aman." "Abdulhamid!" Samiya vaqirvetdi. Abdulhamid gap qilmay uningga qarab qo'yib, alam bilan ta'tir qarab oldi. Dabog' oldida chiqib ketib etib, hech kim anglamag'idek past ovozda: "Kechiringlar, xayr", dedi. Uning orqasidan Muhit, saqchi, Abdulhamid, orqasidan yana bir odam chiqib ketdi. Bovay ittik berib eng keyindagi odamga yig'lag'udek bo'lib yilindi. "Bolam, rahim qilg'in. Nega bordiganliginglarni aytib bergina." U odam bovayga sal ichi og'rigandek qarab, boshlig'im anglab qolmasin degandek pichirlab, "Saqchi mahkamasiga", dedi. Ular chiqib ketdi. Mo'may xuddi biri yuragini sug'urib olgandek birla chiqirab yerga yiqildi. G'al-g'al titrdi. Bovay choponini kiygili hujrasiga kirib ketdi. Samiya yig'ilgan peti opasining qishiga berib uni silab ketdi. Ammo tili choplashib qolgandek og'ziga gap kelmadi. Naval ko'z yoshi bilan opasining yuragini ko'ydirayotgan o'tni o'chiratmoqchi bo'lgandek qor yomg'irdak yig'ildi va to'xtamay, "Opa, obdan opa, bunday qilmag'in", dedi. Birdilla İbrahimni yodiga olgan Naval jim bo'ldi. "To'g'ri, İbrahim. Akamni İbrahimni qutqisa olaydi. Faqat buni İbrahim qila oladi. Har qanday ishni qila oladi. U qahramon. Hamma ishni biladi. U saqchilarni, yiliqi juvoynimak ketgur saqchi amaldorni yengalaydi", deb qaraydi. "İbrahim nada? Uni qandoq topadigan ish? U qayerdadir?" Naval xuddi o'z yuragiga boqsa, İbrahimning nadaligini bilalaydigandek bishini egdi. Muhit bilan Abdulhamid Tümür qutadek saqchi mashinasining orqa o'rindig'ida o'ltiradi. Ikki saqchimi ular bilan billa edi. Mahmud kapitan dabog' shofirning yonida o'ltiradi. Muhit titraydi. Uning yuragi, tizlari, ko'zlari, lavlari titrayotadi.
Ammo bu aslida o'zida bor ishdek hech nimani sezmay o'tiradi. Uning nervlari titrmoqda edi. U fikrini yig'ib, o'z taqdirining qandoq bo'lishini o'ylashga butun kuchi bilan tirishdi. Saqchilar cho'qim uningdan İbrahim to'g'risida so'raydi. Balki uningga İbrahimni uyda yushurgan degan gunohni ortishi mumkin. Dabag'ning qo'lida İbrahimning ularnikida turganligi isboti, ya'ni İbrahim tashlab ketgan shim bilan u yozgan bahaqchi bor. İbrahim kelib әтісі өздің қалам қағаз so'raganligi, andin o'ltirib bir narsa yozganligi Muhitning esiga әмді keldi. Ammo uning nima yozganligini Muhit ko'rmagan. İbrahim hech narsa demagan. Leytenant Jamil İzzet degan ismini mu og'zidan chiqarmagan edi. Jamil İzzet kimdi? İbrahim nima uchun u qog'ozni tashlab qo'ygandi? U qog'oz dabag'ning qo'liga tushib qolguncha biz nima deb ko'rmagandimiz? Saqchiga u nima deydi? İqror qilsinmi? Halbuki İbrahimning nega ketganligini u bilmaydi. İqror qilgan taqdirdimi ular İbrahimni tutolmaydi. U faqat saqchilarga İbrahimning do'sti Fathi Malijini, ya'ni İbrahimning ofitser kiyimi va mashina tepishib bergan odamni aytib beralaydi. Fathi Maliji orqali saqchilar İbrahimni topadi va tutib olaydi. Biroq u nima ish iqror qildi? Nima deb saqchilarga xizmat qiladi? Agar shunday qilsa, keyin u qandoqmi savodoshlari oldida yuzini ko'tarib yuralaydi? Buningga vijdoni qandoq chidaydi? U qallasida iqror qilish xiyoli paydo bo'lgandan yirgangandek ixtiyorsiz saskinib ketdi. Biroq ular endi uni turmaga uslab qo'ydi. U imtihonga qatnasholmaydi. Osnat bo'lolmaydi. Uning istiqboli shuning bilan tugaydi. Agar iqror qilsa, istiqbolini topqil bo'larmi? Kim biladi? Balki iqrori uning so'loqda yetishiga sababchi bo'lib qolar. Muhit aloqsizlik ichida nima qilishni bilolmadi. Bir qarorga kelolmay bekmo tamtir edi. Uning peshonasiga putilganini ko'rib, o'zini Allohga topshirg'ini tuzukmidi? U Allohni sig'inib, o'zini Allohga topshirish qaroriga kelgandan keyin, xuddi barliq og'ir yukni o'zidan kuchlik bir yelkiga ortib qo'ygandek, birdilla yeniklab qoldi. Ammo obdarroq o'ylaydi, bu xil yeniklik asta-asta yo'qoldi. Ah Xudo, nima deb meni bu kunga qo'ygansan? Mening mardlik qilgan, qechib yurgan odamga yordam qilgan yerim bor. Bumi gunohmi amdi? Men azaldan siyosiy bilan shug'ullangan savodoshlarimdek oqibatga qolmay deb siyosiyadan qechib yurgan edim. Nima deb İbrahimni oldimga keltirsan? Meni turmada yotqizib, istiqbolimni nobud qildigansan. İbrahimni uyimda turg'izmagan bo'lsam, sen meni bu kunlarga salmagan bo'latdingmi ya? Ah Xudo, sen vatanparvarlarni jazolamsan. Dabaq sening vatanparvarlarni jazolashga avatgan elchingmi ya? Ey Parvardigorim, sen nima uchun saqchilarning kishilarni bo'zaq qilishiga yo'l qo'ysan? Nimishqa meni so'roqqa tortishdan ilgari qutuldirib olmaysan? Muhit qalisiq kechgan bu xiyollardan qo'rqib titrab ketdi. Darhol Allohdan mag'firat tilab Allohga sig'indi. U Abdulhamdi aytib qo'yarmi degan o'y bilan tashvishlanib Abdulhamdiga qaradi. O'zining yolg'iz emasligini sezib sal xotirjam bo'ldi. Uningda tunji qitim Abdulhamdiga yaqinchilik, amroqlik tuyg'usi paydo bo'ldi. U hech qachon Abdulhamdini hozirgidek bir navri akam deb qaramagan edi. Uningga Abdulhamdi uni boturlik bilan qo'g'dab qoladigandek bilindi. Abdulhamdi iqror qilmaydi. U aqlliq, botur, saqchilarga qandoq taqobil turishni biladi. Muhit asta chaqirdi. Abdulhamdi. Abdulhamdi beshini silib, o'zini choyni vetadigandak barmog'ini tishlab o'tiradi. Muhitning chaqirganligini anglab, lappida qaradi va uning ko'ngildagini bilgandek. Qo'rqmag'in, dedi. Hey, ruxsat yo'q, dedi bir saqchi buyruq talaffuzda. Nimaga ruxsat yo'q? Abdulhamdi javoblashdi. So'zlashga ruxsat yo'q. Yo'q, so'zlasa bo'laverdi-ku. Abdulhamdi takrorlashdi. Gapni oz qilsang bo'larmikin? Dedi saqchi uningga hayronlik bilan qarab. Og'zingga biqib so'zlasang bo'larmikin?
Abdulhamdimi bo'sh kelmadi. Bo'pti apandi, sizning to'g'ri bo'lsin. Biroq yaxshisi gap qilmasangiz. Bizda gap qilishga bo'lmaydi degan buyruq bor. Dedi u saqchi takkalishni tugatmoqchi bo'lib. Abdulhamdi elishadigan alpozda iliqi saqchiga hömüyüp o'ltirdi. Saqchi jidal chiqmasin deb boshqa yoqqa qarab oldi. Abdulhamdidagi harg'inlik va qo'rqinish uni ochiq oshkora jangga chaqirmoqda edi. U bu ishlarga o'zini oldirab tinib, Humonbek bilan ko'rishganligi sabab bo'lganligini sezib turardi. Shunga u bu sezimni yo'q qilish, uningdan qutulish uchun saqchilar bilan ilishib, shu orqali o'z xatoligini yuvmoqchi bo'ladi. Abdulhamdi sirtqa qaradi. Mashina Nozil ko'chasidan o'tib, bekat maydoniga qarab ketyotdi. Bu saqchi mahkamasiga boradigan yo'l emas edi. Nega ketyotgandimiz? Dedi u o'z-o'zidan so'ragandek. Yeli bilasiz, dedi bir saqchi. Ular bizni saqchi mahkamasiga oboramiz degan-to'g'u, dedi Muhit. Bu saqchi mahkamasiga boradigan yo'l emas, dedi Abdulhamdi yo'lga qarab etib. Mashina Qahira bekat maydoniga qarab tez mangdi. Maydonga bormayla yo'l tarafdagi ko'chaga burilib, ko'k rang binoning temir rishatkasi oldida to'xtadi. Binoga qarabla Abdulhamdining chiroyi o'zgarib ketdi. Bu nimalar bizni chet elliklarning turmasiga keldi-ku, dedi u. Muhitning ko'zlari yo'g'on ichildi va darrov sirtqa qaradi. Turma? So'roqmi qilmay turmaga sulaydigan gapmi? Abdulhamdi javob bermadi. Ikki saqchi mashinadan tushib, ularga tushinglar deb ishorat qildi. Kapitan Dabaq oldida mingib rishatkadan o'tdi. Qalay bilan qoplangan darvozaning oldida to'xtadi va tomdagi knopkani bosdi. Darvozadagi kichik ko'zdak ichilib, uningdan og'zi atrofini tukli qurutlardek soqol burut qoplab ketgan bat-bashira, butdek surlik bir chiroy ko'rindi. U kapitan Dabaqni ko'ribla ko'zdakni yopdi-da, temir ilg'ushni tortdi. G'ijirlagan ovoz bilan darvozadagi kichik eshik ochildi. Eshik ichidagi qorovul haykalda qetib qo'lini ko'tarib salom berdi. Eshikdan kapitan Dabaq orqasidan uning qimmatlik o'ljisi bilan ikki yordamchisi kirdi. Eshik etilib, temir ilg'uch yana bir qatim tortilganda jizildigan ovoz chiqdi. Bu ovozni anglab Muhit bilan Abdulhamdi ixtiyorsiz orqasiga qaradi. Ularning ko'zlaridan xuddi fani olamdan xo'shishayotgandek qo'rqinch aks etdi. Dabaq darvozaning o'ng tarafidagi uyga kirdi. Uyda bir ish ustida bo'lib, uningda bir saqchi o'ltiradi. Yonda bir necha o'rindiq, bir sofa, bir ishkop bor edi. Uningdan boshqa bir necha kishan, ko'yza va miltiq turadi. Saqchi o'rnidan turib, qo'lini ko'tarib salom berdi. Dabaq javoban qo'lini pulangtib qo'yib, Muhit bilan Abdulhamdiga qo'li bilan o'ldiringlar deb ishorat qildi. Ikkisi bir-biridan yiroqroq tursin deb buyruq qildi Dabaq odamlariga. Dabaq bu uydan chiqib, uduldagi eshikka turma boshlig'i degan taqtay esilgan uyga kirdi. Bu uy boyiqi uydan tinch, pokiz, ratlik bo'lib, o'ttirdagi yo'g'on ish ustuli oldida yosh bir saqchi amaldori o'ltiradi. U Dabaqni ko'ribla o'rnidan dikta turib chetga o'tdi. Dabaq o'ltirib etib so'radi. Turma boshlig'i bormi? Yo'q. Uyga ketgili 5 minutdek bo'ldi. Chaqirib kelaylimi? dedi yosh saqchi amaldori turma boshlig'ini oqlagandek. Hojati yo'q, dedi Dabaq qo'lidagi shimni ustalga qo'yib etib, istihzo bilan. U uxlaversin. Biz uxlamasaqli bo'ldi. Dabaq telefonni ilib nomerni burdi va nihoyat hurmat adab bilan. Shundoq janoblari, o'zlarini bu yerda ko'rishga muhtoj bo'lyapmiz. Darvaqa to'g'ri ko'ribdikanlar. Sizning farazlari hech qachon xato chiqqan emas. Yo'q, dedi u qarshi tarafning javobini anglab, keyin qo'shib qo'ydi. Biroq nihoyat muhim paketni qo'lga tushirdik. Uni cho'qim topamiz. U trubkani qo'yib o'rindiqqa yo'landi va yanchuqidan Muhitning qog'ozlari orasidan topgan bag'oqchini ilib o'qidi. Hamda kalisidan yangi bir manba topmoqchi bo'lgandek peshonisini uvulidi. Ondan oldida texcha tik turgan yigitga murojaat qildi.
Bizga qahva әкеліп bering. Qaraganda bugun kecha tunaydiga o'xshaymiz. Yosh soqchi amaldori soqchi chaqirib qahvaga buyurdi. Qahva kelmay turib, darvozaning g'ichirlagan ovozi anglandi. Turmaning darvozasi ochilgan uyga Humanbek tez-tez qadam tashlab kirib keldi. Yosh soqchi amaldori darhol salom berdi. Dabog'mi o'rnidan dast turib, ustalning oldidagi o'rinni bo'shatdi. Humanbek salomga javob qaytarmasdan so'radi. Belli, nemin topdinglar? Dabog'i javob bergucha orliqda Humanbek yosh soqchi amaldorga ma'nili qarab qo'ydi. U yigit xo'sh deb chiqib ketdi. Humam o'ltirdi. Dabog' uningga Abdulhamdi va Muhitning uyini aqtirish jarayonidagi tafsilotni so'zlab berib, topgan bog'oqcha bilan shimni ko'rsatdi. Ular iqror qilmadimi? Yo'q, deb sat kuldi Dabog'. Biroq ular iqror qiladi. Qaraganda ular yaxshi odamlar ekan. Humam Dabog'ning kulkisiga yovuzlarcha kulki bilan javob qaytarib so'radi. Bo'pti, siz Muhitni eling. Abdulhamdini menga bering. U mening do'stim emasmi? Humam kerilib asindi. Orqadan qaqoqlab kuldi. Dabog' o'duldagi uyga kirdi. U Abdulhamdi bilan Muhitni chaqirib edi. Ular o'rinlaridan turib uning oldiga keldi. Ikki soqchi bu billa keldi. Siz uyga kiring. Humanbek saqlab turdi, dedi u Abdulhamdiga. U sizdan ikki og'iz gap so'ramoqchi ekan. Sizlar ko'ni do'stqo. Ondan u Muhitga burildi. Muhit, orqamda mening. Dabog' turma ichiga qarab mangdi. Muhit eg'ir nafas elib orqadan agashdi. Yuragi gupildab so'qib, o'zining oyoq tivishini anglay olmadi. Ular temir rishatka oldida to'xtadi. Rishatkalar to'risqicha taqashgan. Turmini ikkiga ayirib turadi. Rishatkaning eshigi ochildi. Muhit ikki tarafda qator ketgan nurg'un temir eshiklar bor ho'yliga kirib qoldi. Temir eshiklarning hammasi quluploqliq, birila ochiq edi. Dabog' shu uyga kirdi. Orqasidan Muhit va bir soqchi kirdi. Bu bekla kichik uy bo'lib, tegiz simot, tomlarining osti qismi qora rangda bo'yalgan, usti oqartilgan edi. To'risqa yaqin birla derazaga temir tayoqlar bekitilgan edi. Onundan boshqa uyda kichik bir ustal, 3 o'rindiq bor edi. Muhit buning turma ekanligini bildi. İbrahim turmadan qaçqandan keyin siyosiy boshqarma chet elliklar turmasini mushu deloni bir taraf qiladigan yer qilib olgan edi. Barliq gumonliq yoshlar tutilib bu yerga keladi. So'roq qilinadi va bir-biriga yuzlashtiriladi. So'roq turma boshlig'ining ishxonasida bo'ladi. Bir necha odamni tangla so'roq qilishga to'g'ri kelganda bir kamerni so'roqxona o'rnida ishlatadi. Dabog' ustalga o'ltirib Muhitga o'ltiring degandek uduldagi o'rindiqni ko'rsatdi. Billa kirgan soqchi yana bir o'rindiqda ustalning yonida o'ltirdi. Dabog' bir necha varaq oq qog'ozni soqchining oldiga qo'ydi. Ondan muloyim qiyofatga kirib: Muhit, biz gapni ochiqlik qilayli. Qandoq? Xotirjam bo'ling. Siz menga yordam qilsangiz, men sizga yordam qilaman, dedi. Men gapimni bosh taftishga qilaman. Muhit shu an javob berdi. Chunki buni burunla o'ylab qo'ygan edi. Bosh taftishga deb nima qilasiz? Dedi Dabog' so'g'oq kulib. Buni oramizga shaxsiy suhbat deb biling. Xotirimi yozmaymiz. Ondan soqchiga qaradi. Kapitan, xotirlamang. So'zlang, siz Jamil Izzat bilan qandoq tanishgan? Dedi Dabog' Muhitga tikilib. Jamil Izzat kim? Tonimayman. Men bu ismni endi anglayapman, dedi Muhit rostini aytib. Biz yanala og'inlarcha so'zlashayli. Qandoq? dedi Dabog' Muhitga bigizdek tikilib. Bu ism sizning kitoblaringizning orasidan topgan qog'ozga yoziqliq ekan. Men tonimayman, dedi Muhit qat'iy holda. Tunishqingiz kelyaptamdi, apandi, dedi Dabog' uning gapiga ishonmagandek. İbrahim Jamil Izzat degan soqchi amaldorining qo'lidan qochib ketgan. Muhitning ko'zlari chekchib ketdi. U hatto ma'nosini o'zimi bilmasdan bir gapni takrorlayverdi. Men tunimayman. Tunimayman. Bo'pti, Dabog' yana so'radi. İbrahim hamdin tunumsiz. Tunimayman. Ko'ribmi boqmaganman.
Muhit vaqirab ketdi. Bundaq vaqirab jaqirashning nima hojati? Dedi dabaq sat hijiyib. U İbrahim yazgan bağaqchini pulangtib turib so'radi. Bu nima gap? Men ko'rmabdiman. Muhitning peshonasini g'ujjida ter bosdi. Buni men bilmayman. Undaq bo'lsa, bu qandaqlarcha ustilingizdan tepilib qoldi. U mening ustilimda yo'q edi. O'zingiz qo'yib qo'ygan o'xshaysiz, dedi Muhit aran tasdiqda. Dabaq amdi o'zini tutolmay vaqirvatdi. Sizmi ular qilganni qilmoqchimi? Hozir o'quvchilar yenidan bir narsani tepib olsaqla, sizlar apargan, deb turib oldigan bo'lib oldi. Bu gap oqmaydi, Muhit apandi. Yana qandaq yangi hunarlaringiz bor? Qani ko'rib boqayli. Men sizni texi yaxshi o'quvchi, ularga o'xshamaydi, deb o'ylab ekanman. Muhit javob bermadi, ammo texmi titrab ketdi. Mana bu shimnimi uyingizdan keldim, shundaqqo. Dabaq amdi ochchig'ini besib olib, tamkin ohangda so'zildi. Bu shim kimning? Bilamsiz? İbrahimning. İbrahim qaçqan chaqda kulrang shim kiyib qaçqan. Dal mushi shimni. Muhit javob bermadi. U to'xtamay titraydi. Dabaq tamaka tutashtirdi. Uzoq sho'rab, Muhitning yuziga tamakasini puvlidi-da, talaffuzni o'zgartdi. Muhit, gapimni angla. Seni hech narsa qilmaymiz. İbrahimning qayerligini yoki nega ketganligini aytib bersanglar bo'ldi. Men o'z nomim bilan kapolatlik qilamanki, bugun oqshom cho'qim o'z uyingda baharaman uxlaysan. Shundoq qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kela qitim o'qayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.